Xo'sh, haqiqiy ilm-fanni oddiygina ishonchdan yoki shunchaki balandparvoz gaplardan aslida nima ajratib turadi? Bugungi sharhimizda biz ko'pincha e'tibordan chetda qoldiradigan, ammo atrofni anglash tarzimizni butunlay o'zgartirib yuborishga qodir bo'lgan mana shu qiziq jumboqqa sho'ng'iymiz. Hammamiz kundalik hayotda bu ilmiy isbotlangan degan iborani ko'p eshitamiz, to'g'rimi? Odatda bu gap qandaydir tortishuvda yutib chiqish yoki shaxsiy fikriga salobat berish uchungina ishlatiladi. Lekin xolis o'ylab ko'raylikchi, biror nazariyani rostdan ham nima ilmiy qiladi o'zi? Aynan mana shu oddiydek ko'ringan savol bizni 20-asrning eng yirik faylasuflaridan biri Karl Popperning kutilmagan va inqilobiy g'oyalari sari yetaklaydi. Birinchi qism. Ilm-fan o'zi nima? Keling, izlanishni boshlaymiz. Falsafada bu narsa demarkatsiya muammosi deb ataladi. Osonroq qilib aytganda, haqiqiy ilm-fan va shunchaki fanga o'xshab ko'rinishga urinadigan sohalar o'rtasida aniq chegarador tush. Bilasizmi, biror g'oya o'ta qiyin ilmiy terminlar bilan yozilgani uchun yoki hayotdagi hamma narsani mukammal tushuntirib berayotgandek tuyulgani uchungina u darhol ilmiy haqiqat bo'lib qolmaydi. Haqiqiy ilmiylik mezoni bundan ancha murakkabroq va qiziqroq. Ikkinchi qism. Induksiya va o'qishlar muammosi. Kuzatishlarning chegarasi haqida gaplashamiz. Falsafiy detektiv hikoyamizni bir tarixiy yolg'on izdan boshlasak. Asrlar davomida odamlar ilm-fan shunchaki dalillar to'plash orqali ishlaydi deb o'ylashgan. Buni induksiya deymiz. Ya'ni ko'p marta kuzatilgan holatlardan kelib chiqib, qandaydir umumiy qonuniyat yasash. Eng oddiy misol, Quyosh har kuni ertalab chiqqanini ko'ramiz va ertaga ham 100% chiqadi degan qat'iy xulosaga kelamiz. Lekin faylasuf David Hume bu usulning juda nozik joyini topib olgan. Tasavvur qilamiz, o'tmishda 1000 ta hatto 100 ming ta oppoq oqqushni ko'rishimiz, kelajakda qayerdadir kutilmaganda bitta qora oqqush paydo bo'lib qolmasligiga mutlaqo kafolat beradimi? Yo'q albatta. Va o'sha bittagina qora oqqush paydo bo'lgan zahoti bizning butun bo'shlik, hamma oqqushlar oq degan chiroyli nazariyamiz chilparchin bo'ladi. Bundan juda g'alati, ammo mantiqiy xulosa kelib chiqadi. Qanchalik ko'p tasdiq, ya'ni ijobiy dalil to'plamaylik, baribir umumiy qonunni oxirigacha uzil-kesil isbotlash imkonsiz. Induksiya qanchalik qulay tushuncha bo'lmasin, fan faqatgina tasdiqlovchi faktlarni yig'ish bilan o'ziga 100%lik abadiy isbot yarata olmas ekan. Uchinchi qism. Falsifikatsiya, ya'ni xatoni izlash san'ati. Karl Popperning inqilobiy yechimiga keldik. Mana endi ilmiy metod haqidagi tushunchalarimizni butunlay ustun qilib yuboradigan o'sha radikal yechimni ko'rib chiqamiz. Karl Popperning g'oyasi shunday bo'lgan. Ilmiy nazariya falsifikatsiya qilinadigan, ya'ni qachondir noto'g'ri chiqishi mumkin bo'lgan bo'lishi kerak. Ajoyib, shunday emasmi? Demak, nazariyaning asl kuchi uni nechta fakt tasdiqlab turganida emas ekan. Uning kuchi aynan qanday holatlarda o'zining xato bo'lib chiqishini ochiq-oydin, qo'rqmasdan ko'rsatib bera olishidadir. Keling, buni hayotiy bir misol bilan ko'raylik. Deylik, kimdir suv dengiz sathida 100 gradusda qaynaydi dedi. Bu juda kuchli va sinovga mutlaqo ochiq da'vo. Chunki qo'limizga termometr olib, suvni qaynatib, bu fikrni rad etib ko'rish imkonimiz bor. Endi boshqa tomondan, bu yerda qandaydir ko'rinmas kuchlar yashirincha ishlayapti degan farazni olsak, buni qanday qilib rad etamiz? Buni iloji yo'q, chunki kuchlar ko'rinmas deb ta'kidlanmoqda. U har qanday sinovdan osongina qochib qutuladi. Popperning aytishicha, o'z navbatida u ilmiy soha ham bo'la olmaydi. Umuman olganda, fanda bu jarayon juda aniq qadamlarga bo'linadi. Birinchidan, jasur taxmin o'rtaga tashlanadi. Ikkinchidan, o'sha taxmin ayamasdan qattiq sinovdan o'tkaziladi. Va uchinchidan, natijaga qarab bu g'oya yo rad etiladi yoki tirik qolib vaqtincha saqlab qolinadi. Ko'rib turganimizdek, haqiqiy ilm-fan osongina isbotlar qidirish orqali emas, aksincha, xatolarni qattiqqo'llik bilan siqib chiqarish orqali o'sadi. To'rtinchi qism. Ilmiy va soxta fanlar farqi. Haqiqiy sinov maydoniga xush kelibsiz. Endi qo'limizdagi bu yangi tanqidiy qur'oni mashhur tarixiy misollarda sinab ko'ramiz. Bir tomonda Einsteinning nisbiylik nazariyasi, u massali jismlar atrofida yorug'lik qanday og'ishi haqida shunday aniq jasur bashorat qilganki, agar astronomik kuzatuvlar bu narsani tasdiqlamaganida Einsteinning butun nazariyasi qulagan bo'lar edi. Ikkinchi tomonda esa aytalik astrologiyaga o'xshash soxta fanlar turibdi. E'tibor bersak, ular shunday tuzilganki, har qanday kutilmagan natijani ham o'z foydasiga osongina moslashtirib ketaveradi. Hech qanday tavakkal yo'q, demakki ilmiy xavf-xatar ham yo'q. 5-qism. Ilm-fanning o'zini tuzatish kuchi haqida. Bu yerda juda tabiiy bir savol tug'iladi. Agar ilm-fan 100%lik mutlaq haqiqatni isbotlab bera olmasa, nega unda ilm-fanga shunchalik ishonamiz? Javob juda oddiy. Chunki ilm-fan bizda mavjud bo'lgan eng yaxshi tuzilmadir.
Negaki, unda xatolarni yashirish emas, balki ularni topish va o'zini o'zi tuzatishdek noyob mexanizm ishlaydi. Fan uchun xatoni tan olish zaiflik emas, bu uning asosiy kuchi hisoblanadi. Ana shu intellektual kamtarinlik tuyg'usi bizni hammamiz bilgan o'sha zerikarli va qotib qolgan dogmatizmdan himoya qiladi. Aytgancha, Popper bu falsafani faqatgina fizika yoki kimyo bilan chegaralab qo'ymagan. U xuddi shu g'oyani ijtimoiy va siyosiy tizimlar uchun ham qo'llagan, hamda mashhur ochiq jamiyat tushunchasini yaratgan. Siyosatda ham olamshumul utopich bashoratlar qilishdan ko'ra, jamiyatni erkin tanqidga ochiq qoldirish, xatolarni tinch yo'l bilan aniqlab, qadamma-qadam isloh qilib borish 100 chandon muhimroq hisoblanadi. Ammo xalislik yuzasidan shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Popper qarashlarining ham o'ziga yarasha ilmiy kamchiliklari bor. Real hayotda olimlar bittagina salbiy natija olingani uchunoq butun boshli nazariyadan darhol voz kechib yuboravermaydilar-ku, to'g'rimi? Balki asbob buzilgandir, balki shunchaki o'lchovda xatolik bo'lgandir. Thomas Kuhn yoki Imre Lakatos kabi yirik mutafakkirlar ilmiy muassasalar u qadar sodda ishlamasligini, jarayonlar ko'proq sabr va chuqurroq tahlil talab etishini ko'rsatib berishgan. 6-qism. Tanqidiy tafakkur bugungi kunda qanday ishlaydi? Qani, axborot dengiziga sho'ng'iymiz. Xo'sh, o'rgangan ushbu bilimlarimiz bizga amalda nima beradi? Bugun qo'limizga telefonni olishimiz bilanoq 100% isbotlangan deya bo'ng uruvchi shov-shuvli gaplarga, mafhum bashoratlarga yoki asosiysi o'ziga zid bo'lgan voqeani ham ustolik bilan fitnaning bir qismi deya talqin qiluvchi g'alat konspiratsiya nazariyalariga duch kelamiz. Popper bizni hushyorlikka chaqirmoqda. Agar biron fikr hech qachon xato bo'lishini xohlamasa va qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar har qanday tanqiddan osongina sirg'alib chiqaversa, demak uning ilmiyligiga ishonmaslik uchun yetarli asosimiz bor. Sharhimizni yakunlar ekanmiz. Ongimizda bir ajoyib, ozgina provokatsion savolni qoldirishni lozim topdik. Keyingi safar tarmoqlarda yoki hayotda juda jozibali, mutlaq ishonch bilan aytilgan g'oyaga duch kelganimizda, bunga qanday dalil bor deb izlashdan oldin, buni aslida nima rad etishi, aynan nima bo'lsa bu xato bo'lib chiqishi mumkin deb so'rab ko'raylik. Fikrlar dunyosida ehtiroz bilan izlanish qanchalik muhim bo'lsa, o'sha fikrlarni asov sinovlardan o'tkazib, asrash va sog'lom fikrlashni saqlab qolish undan-da muhim. Bu borada esa qabul qilishimiz kerakki, chindan ham ajoyib tahlil qurolini kashf qildik. O'ylaymizki, o'zingiz uchun tegishli xulosa chiqarasiz.